Assalomu alaykum hammaga. Kun qorong'i bo'lib ketdi. Yangi Cobalt mashinasiga qilib berayotgan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Keralish qilindi. Mashinamizga hozir qishki kunlar boshlanyapti, sovuq kunlar. Shu uchun mashinamizga 906 dominant signalizatsiya o'rnatib berdik. Qora ekranli, juda ham zo'r. YouTube'ga video qo'ya olmay qoldik. Surxondaryoga borib keldik. Shu uchun qo'yilmay qoldi. Ming bor uzr. Yangicha varianti. Mana bu ham ovoz chiqaryapti. Pultni zo'rini qo'yaman deganlar uchun ham budjetli, ham narxi ham juda ham arzon pultdan qo'yamiz. 1.500.000 so'm qo'yamiz. Bo'lish narxini 906 dominant garantiyasi ham bor. Ustanovkasi alohida 300.000 so'm bo'ladi. Unaqa qimmat 50 ming qo'ydiraman deganlar uchun mashinamiz hech qayerda qirilmagan, shilinmagan, zavodskiy turibdi. Hammasi ko'ngillarga o'rnatilgan. Daga qo'ysa ham bemalol mashina yurib ketmaydi. Faqatgina pada nada zavod bo'ladi. O'toladi to'g'rirog'i. Keyin mashinamizga gabarit qismi yoqib turibmiz hozir. Dixoni o'chirib ham bering. Dixo yo'q. Sabab hozir midnightlarda oldi farani dixosi erib ketyapti. Kunduz kuni yonib yuradigan. Bu kechki rejim bu eritmaydi. Mana yaxshilab ahamiyat qilamiz. Tepasiga erib ketgan tepa tomondan. Erib ichiga oqqan mana. Akani o'zi ham bilmas ekanlar, shu uchun o'chirib berdik. Bu gabarit qismi eritmaydi. Endi ichidagi shishani almashtirish uchun farni yechish kerak. Shu uchun dixosini o'chirib beramiz. 100.000 so'mga programma orqali o'chiriladi. Hech qayerga zarar yo'q, kod chiqib qolmaydi. Bu tomon endi eri boshlagan ekan, oldin olib dixoni o'chirib berdik. Kunduz kuni yonmay yuradi. Hozir kechki rejim. O'chib yuradi, lekin zarari yo'q buni. Shu uchun midnight mashinalar bo'lsa bemalol o'chirtirib olinglar. Buni kesib qo'ysa ham bo'ladi, kod chiqib ashka beraveradi. Shu uchun bunaqa ish bo'lmaydi. Keyin mashinamizga Lesa video registrator o'rnatib berdik. Dixoni o'chirib berish 100.000 so'm narxini aytdim. Lesa video registrator hozir juda ham ko'p qo'yapmiz. Kачествоsi juda ham tiniq, kilometr, antiradar, slipoy zona, hamma narsalarni to'liq qo'yib beradi. Fleshkasi bilan, ustanovkasi bilan 1.85.000 so'mga o'rnatib beryapmiz. 64 lik fleshka o'rnatilganiga. Endi Magic'arimizda tushuntirish shart bo'lmasa kerak, chunki hamma funksiyasi bor. Masofadan o'ta oldiradi, bagajni ochadi, quflaydi, birov degansa chaladi. 2 kilometrlardan olib beradi, sinab ko'rik, sinovdan o'tgan. Datchiklari ham bor, движение bemalol ursa, lavoy ko'rsa keladi xabari. O'zi ko'p narsa o'rnatganmiz, faqatgina signalizatsiya, video registrator, dixo funksiyasini o'chirib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol qilib beramiz. Adresimiz Toshkent shahri. Ish faoliyatini davom ettiryapmiz. Hozir ishim chiqib qoldi, shu uchun YouTube'ga video ham qo'yilganim yo'q. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar hali oldin.